Assalomu alaykum. Samarqand shahar hokimligi axborot xizmati haftalik yangiliklar haqida xabar beradi. Samarqand shahri Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 59-yillik yig'ilishiga mezbonlik qildi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etdi. Forum doirasida davlatimiz rahbari 2030-yilgacha mo'ljallangan keng qamrovli hamkorlik dasturini taqdim etdi. Amalga oshirilgan islohotlar natijasida O'zbekiston iqtisodiyoti hajmi 147 milliard dollarga yetdi. Kambag'allik darajasi esa 5.8% gacha qisqardi. 2030-yilga qadar yalpi ichki mahsulot hajmini 240 milliard dollardan oshirish, kambag'allikka to'liq barham berish hamda O'zbekistonning daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga olib chiqish strategik maqsad sifatida belgilangan. Prezidentimiz ilgari surgan asosiy tashabbuslar keng ko'lamli raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish, yashil energetika ulushini 54% gacha oshirish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida transmintaqaviy transport yo'laklarini rivojlantirishga qaratilgan. Davlatimiz rahbari investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish maqsadida Yaponiya, Janubiy Koreya va Saudiya Arabistoni delegatsiyalari bilan qator uchrashuvlar o'tkazdi. Muzokaralar yakunlariga ko'ra yuqori texnologiyalar, tibbiyot va qayta tiklanuvchi energiya manbalari sohalarida yangi loyihalarni amalga oshirishga kelishib olindi. Shahar rahbari Xo'jaqishloq mahallasida yangi bolalar maydonchasi foydalanishga topshirilishida ishtirok etdi. Shahar hokimligida natijaga yo'naltirilgan boshqaruv bo'yicha o'quv seminari o'tkazildi. Bugungi seminar nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy tajribalarni o'zlashtirish, yangi g'oyalar va tashabbuslarni shakllantirish bo'yicha muhim maydon bo'lib xizmat qilishi kerak. chiqarish uchun hukumat a'zosi faoliyatini baholashda asosiy mezoni bo'lishi shart ekanligini ta'kidlab o'tgan. Bugungi ko'riladigan masalalar vaqtni boshqarish va uning samaradorligi, ustuvorliklarni aniqlash va shu asosda maqsadlarni belgilash hamda ishlarni rejalashtirish ko'nikmasini shakllantirish. Tajribasidan oladigan bo'lsak, mana shu eng katta jamoatchilik nazoratini olib borish tashkilotlaridan bittasi kasbiy ishbilarmonchilik. Mehnat shartnomasi tuzilmasa ham ish beruvchi xodimga haqiqatda ishlashga ruxsat bergan kundan boshlab mehnat shartnomasi tuzilgan deb hisoblanadi va shu toifadagi xodimga tuzilgan mehnat shartnomasida belgilangan ish haqlari unga ham tatbiq etiladi. Samarqand shahridagi qabristonlarda xayriya hasharlari o'tkazildi. Nafar yoshlar Samarqand shahridan Xorazmga yo'l oldi. Samarqand shahar hokimi Fazliddin Umarov 110 nafar yoshlarni 2 kunlik bepul sayohatga yubormoqdalar. Xorazmga sayohat tashkil etib berishingizni so'rayman. Yaxshi xotira bo'lib qolishingizni biz sizlarga chiroyli tashkil beramiz. Haftaning har payshanba kunlari yoshlar bilan uchrashuvda Samarqand shahar hokimi 59-Ko'zo'zlar maktabi va Samarqand shahrida joylashgan Sos mahallasi tarbiyalanuvchilari iltimoslariga ko'ra ularni 2 kunlik bepul sayohatga yubormoqdalar. Singlim Samarqand shahar hokimi bilan uchrashganingizda nima so'ragandingiz? Biz bitiruvchi sinflar bir orzuyimiz bor edi. Yurtimizning
turli tarixiy va turistik ko'chalariga sayohat qilishni orzu qilar edik va men shu narsani so'raganimda shahar hokimi ko'p dedilar va juda ko'p vaqt o'tmasdan oz fursat ichida bu narsani tashkillashtirib berdilar va biz hozirda o'sha sayohatga yo'l olmoqdamiz. Men Samarqand shahar hokimidan Soz bolalar mahallasiga tashrif buyurganlarida biz bilan chin dildan suhbat qurdilar va suhbat davomida Xorazmga sayohat tashkil etib berishlarini so'ragan edim. Ancha vaqt o'tmasdan bizga Xorazm sayohati 3 kunlik tashkil etib berildi. Eshigimsan allalar aytgan, eshigimsan kuzatib tutgan, har balodan avaylab asrab erkalatib kaftida tutgan. Vatan ozodligi yo'lida fidokorona xizmat qilganlar doim e'zozda. Duo qilib tursangiz, Xudo xolasa biz kuch-g'ayrat bilan xalqimizga xizmat qilamiz. Hammalari sog' salomat bo'lingizlar. Bolalar rohatini ko'ringizlar. Kibersavodxonlik mavzusida targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Tadbirda mahallalardagi yoshlar yetakchilari, jamoatchilik vakillari hamda soha mutaxassislari ishtirok etishdi. Asosiy e'tibor internetdan xavfsiz foydalanish madaniyati, shaxsiy ma'lumotlarni daxlsiz saqlash va onlayn tuzoqlarga tushib qolmaslik choralariga qaratildi. Ishtirokchilarga kiberhujumlarning zamonaviy usullari va ulardan himoyalanish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Mutaxassislar kundalik hayotda eng ko'p uchrayotgan firibgarlik ssenariylarini tahlil qilib berishdi. Shuningdek, tizimli ravishda olib borilayotgan targ'ibot ishlarining natijalari sarhisob qilinib, kelgusidagi rejalar yuzasidan taqdimotlar o'tkazildi. Bu kabi uchrashuvlar nafaqat nazariy bilim beradi, balki aholining axborot maydonida hushyor va ogoh bo'lish ko'nikmalarini ham mustahkamlaydi. Bizda hozircha shular, kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.